Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda bir Xbet platformasida ro'yxatdan o'tish jarayoni haqida umumiy ma'lumot beramiz. Ushbu video faqat ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan bo'lib, hech qanday moliyaviy tavsiya yoki reklama sifatida qabul qilinmasligi kerak. Ro'yxatdan o'tishni boshlash uchun avvalo platformaning rasmiy sahifasiga tashrif buyuriladi. Odatda foydalanuvchilarga telefon raqami, elektron pochta manzili yoki bir necha boshqa usullar orqali akkaunt yaratish imkoniyati taqdim etiladi. Ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirish jarayonida sizdan asosiy ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, akkaunt xavfsizligi uchun ishonchli parol tanlash tavsiya etiladi. Kuchli parol harflar, raqamlar va maxsus belgilar kombinatsiyasidan iborat bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ro'yxatdan o'tish vaqtida promo kod kiritish oynasi ham mavjud bo'ladi. Agar sizda promo kod bo'lsa, masalan, bir Xbet Pro, uni tegishli maydonga kiritishingiz mumkin. Promo kodlar bilan bog'liq imkoniyatlar va shartlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shu sababli amaldagi ma'lumotlarni platformaning rasmiy manbalaridan tekshirib ko'rish muhim. Akkaunt yaratilgandan keyin foydalanuvchi o'z profilini ko'rib chiqishi, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumotlarni to'ldirishi mumkin. Ayrim xizmatlarda shaxsni tasdiqlash jarayoni ham talab qilinishi mumkin. Bu xavfsizlik va hisobni himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Shuni unutmaslik kerakki, pul tikish va qimor o'yinlari moliyaviy tavakkalchilik bilan bog'liq. Har qanday qaror qabul qilishdan oldin mahalliy qonunchilik talablarini o'rganish va o'z moliyaviy imkoniyatlaringizni hisobga olish tavsiya etiladi. Mas'uliyatli yondashuv har doim muhim hisoblanadi. Videosi